yer remont qilaman, atachento qilaman. Men qurilishda ishlatiladigan qum qog'ozni, ya'ni jilvir qog'ozni notekis yuzasidagi mayda qum zarralarini tibbiyotda ikkita bo'g'im orasidagi tuz yig'ilishiga o'xshataman. Ba'zida harakat paytimizda bo'ynimizda, yelkamizda yoki tizzalarimizda qirsillagan ovoz eshitiladi. Bu qirsillagan ovoz ikkita suyaklar orasidagi bo'g'im yuzasida yig'ilgan tuzlarda ishqalanishi hisobiga bo'ladi. Xuddi qum qog'ozga o'xshab. Bo'g'im orasiga tuz yig'ilsa va o'sha yig'ilgan tuzlar bir-biriga ishqalansa, bo'g'imda og'riq bo'ladi. Nimani hisobiga o'zi bo'g'imda tuz yig'iladi? Chunki bo'g'imning atrofidagi muskullar, paylar yaxshi ishlamagani hisobiga bari yuklama bo'g'imga tushadi. Va organizm bo'g'imga tushgan yuklamani kompensatsiya qilish maqsadida gidroksapatit kalsiy degan moddani yig'adi. Buni kimyoviy formulasi tuz hisoblanadi. Shuning uchun ham xalqimiz bo'g'imga tuz yig'ilishi deb ataydi. Siz hech ham xavotirlanmang, bo'g'imga tuz yig'ilishini Enter shifo klinikasida yo'qotish uchun optimal zo'r yechim bor. Enter shifo klinikasida plazma lifting hamda zar to'lqinli terapiya, ya'ni udarniy valaniya terapiya orqali bo'g'imga yig'ilgan tuzlarni eritsa bo'ladi. Bu videoda qum qog'oz ishlatadigan ustalarga emas, oyog'i o'tirib tursa qirsillaydigan tanishlarga yuborib qo'ying.